ahalini tadbirkorlikqa jalb qilib, ularni ish bilan bandlashdan iborat. Endi bizlarda shu kredit mahsulotlarimiz bor. Shu kredit mahsulotlarimiz bilan sizlarga bir qisqacha tanishtirib o'tgan bo'lsam, Prezidentimizning 312 qarori bor. Unda ko'pchilikka tanish yerda so'zlaymiz. 7 yil muddatga beriladigan kreditimiz bu 312 qaror 300 million so'mgacha zalog bilan beriladi, ya'ni garov bilan beriladi. 100 million so'mgacha sug'urta, ya'ni kafillik asosida beriladigan kreditimiz. Keyingi mahsulotimiz mahalla loyihasi krediti bo'lib, mahalla loyihasi krediti bu 5 yil muddatga 2 yil imtiyoz davri bilan ayollarga 23%dan, erkaklarga 25%dan beriladi. Keyin biznesga bo'lgan kreditimiz ham bor. Biznesga bo'lgan krediti bu 4 yil muddatga 23%dan ayollarga 25%dan erkaklarga beriladi. Bu 17 million so'mgacha beriladigan kreditimizdir. Keyingi mahsulotlarimiz bilan bundan tashqari chakana mahsulotlarimiz ham bor. Ipoteka kredit, avtokredit, kredit karta. Bulardan bemalol olishlarimiz mumkin, lekin bular davlat ishida ishlaydigan oylik ish haqqini ega bo'lgan xodimlarga beriladi. Kimda qanday savollar bo'lsa, kimda 3 million banklik durumi bor bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. Qanday savollar bor? Dokumentlarni beradimi hammasini? Hamitaga. Dokumentlarni olib, hammasini qachon beradi dokumentlarni? Yaqinda. Bu xudo xohlasa ishlatdi, chiqarib yuboradigan qilib beradi masalasi. Yana kimlar savollar bor? Bu berilgan kredit men Mehribon Rajabovman. Shu mahallada yashayman. Berilgan kreditlarimiz foizi dim balandda. Qaysi kreditimiz bor? Endi misol uchun aytib bersam, 23%, 25% lekin og'animcha shu kredit og'animchada yiliga suv chaqirdilar. Endi to'g'ri. Men ko'rdim, balamni yuvib ko'rdim, o'zim borib ko'rdim. Hozir Anarbardan boshqadan olaman desak, beradi, lekin uning ham foizi shuna hozir bolalar bella ishlayotganlarga o'rsa ketib keladi, yana ishlay olmaydi. Misol uchun bola chaqasini tashlab darsi maydonda yuribdi. Dim bo'lmasa shunisi qana yordam beradi. Siz olishadigan oilaviy tadbirkorlik kreditimiz bor, lekin bizlarda oilabank yo'q, oilabank chiqib ketgan ondan. Buni shakllantirishda Xalq bank bilan 2 bank beradi. U kreditini da borib ko'rdi. Araga kirib dokument topshirdi. Mana plastikni apurda qirib, boshqa birovni mashinada o'tirib qo'yadi. Shu yerga kredit bormi aslida? Yaxshi kredit amaga bordimi? Aga kreditini boshqa birovni mashinada o'tib ketdi. Endi o'ni amal olmay yuribdilar. Shunday bo'lib turibdi. Shuning uchun banklarga ishonch qolmadi bizlarda, lekin bizlarda unday yo'q. Yo'q, unday narsa yo'q bizlarda. Bizlarda o'zimiz elatning balasini mashinada o'tib ketdi shu. Ayollarimizni 23% 50 milliongacha beramiz. Ikkidan erkak topadi, masalasi yo'q. 23% erkaklarga 25%. Yani Alman ise aile tadbirkarlık desturu. Aile tadbirkarlık ama aynı. Şundan bahsediyorum, onu bilmiyoruz bizden. 25%'ın nakit verirler mi? Kaçta? 25%'ın? Var. Plastik geçer. Nakit şeklinde plastik nakit uğraştırın. Lekin maksadı serbestiniz gerek, tamam mı? Halal mal alıp halal tolu alıp halal tamir kuralım. Maksadı da bitti o. Burası geçişten mahsus Su yaxshi qiladi. Bu nasıl geçiyor? Ya aile tadbirkarlık boşver teminatçıdan, buradan nesbatan kuruluşlarda. Bakın hiç şöyle ya. Türkiye'de şap verildi, aslında mahsuradan başı verildi. Oradan Buna qachondan topshirsak bo'ladi? Hatırlıyor musun? Aslında bir kreditler var zaten. Bir mahsulotumuz var. Mesela diyor, daha satırsanız mı var? Bol. Yani nasıl alalım? Ben iyi temsil. Başka marketten keyiften oturup
Vaktiyle tölettiğim zaman ne öğren mi ya? Şimdi kredi tarihini seçip koyarız. Kredi tarihini çoğunluk iskeler bulmasanız da gelemez. Mesela diyor. Çoğunluk iskeler olmaz olur. Basata olur. Ayten ayten. 50 bin olacaktı mı kredi? Bu yani 25 faizden 100 yılda ödeyeceğiz. 5 yıl? Aa. Oldu. Onu ilk Mal gibi kaç yapalım. olacak? Ne işlese var o? Tartışa bakalım bu an. Ya bu basata değil o mal basata. Mal bakacak mı? Olur mu mal basata? Yemek mesela diyor. Başka sorular var mı? Eserlerden arkadaşlar. Bakalım.